Bezvozdушный распределитель, ya'ni xalq tilida Wagner deb ataladigan instrumentni zo'ridan so'ragan akalarimiz uchun Porsche'li modelimizdan yaxshisidan keldi. Hozir ishlatib ko'rsatib beramiz. Qaranglar, do'konda tok yo'q. Bu bilan birgalikda bitta generatorimizni ham ishlatib ko'ramiz. Qani generatorimiz Wagnerni ko'tara oladimikan? Number 1 brendidan 5,5 kilovatli invertorli generator hamda EPA brendidan esa bezvozdушный распределитель, ya'ni Wagner apparatimiz. Akalar, endi Wagnerimizni ishlatib ko'ramiz. Ovon taqmat beramiz. Obratkamizdan chiqib oldi. Sepishini ko'ramiz endi. Bu bilan hattoki mashinani chaysangiz ham bo'ladi, kraska sepishdan tashqari. Operator, havo issiq bilaman, sizni ham sepishlari juda ham yaxshi, sifat yaxshi, komplektda o'zining udlitlari bo'ladi, pistoletlari, shlanglari juda ham sifatli. Yana bir bor ko'ramiz. Membranli Wagnerlardan ko'ra Porsche'li Wagnerlarimiz juda ham yaxshi ishlashi, sifatlari e'tibor bergan bo'lsangiz agar, ishlatmay turganingizda Porsche ishlamaydi, ya'ni dam olib turadi. Bu anchagina qulaylik bo'lib keladi va оборотini, ya'ni sepishini baland past qilib, nastroyka qilib, ya'ni o'zingizga moslashtirib olsangiz ham bo'ladi. Narxga keladigan bo'lsak, 7 million 850 ming so'm faqatgina Toolbox do'konlarimizda.